Assalomu alaykum, Milliy Katyolar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana bugun biz Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga yetib kelganmiz. Xudo xolasa, mana shu ko'rib turgan xonadonlaringni bas bu tarafini qishga issiq bo'lish uchun issiq sistemalarni o'rnatib bermoqdamiz. Xonadonimiz kotej usulida faqat qariyalar uchun mo'ljallangan. Ko'rib turganlaringiz pastakina juda ham issiq bo'lish uchun xonadon egalari bu tomonda qilishmadi, faqat qishlagani o'zlariga sharoit qilib, xuddi shu tomonga 6 dona har xil razmerdagi panel radiatorlar ustunovga qilib berdik. Xonadonimiz sistemasi samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Juda ham ixchamgina, eng mini xonadon bo'lib bitdi. Videoni kuzatishda davom etamiz. Sizlarga bir qator jarayonlar ko'rsatib o'tamiz. Katyolimiz xonadonni xuddi shu hammomni yon tomoniga, orqa tarafiga ustunovga qilib berdik. Katyolimiz 15 kilovatli utoplenniy variantda bo'ldi. Katyolimiz xonadonni xuddi shu yerga ustunovga bo'lyapti. Ustunovga bu bo'ldi hisobda. Hozir suvni to'ldirib tekshirish jarayoniga keldik. Xonadon egalari xuddi shu yerda naves ustida turibdi hozir. Yonlarini g'isht bilan o'rab, keyinchalik o'zlariga katyolxona qilish olar ekan. Biz ishni tugatib topshirib chiqib ketganmiz ekan. Videoni kuzatishda davom etamiz. Sizlar bilan bir qator radiatorlar ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga xuddi shunaqa panelli radiatorlardan 6 dona ustunovga qilib berdik. Ko'rib turganlaringiz, mana ichkarilar juda ham qishda mo'tadil issiqqina bo'lish uchun xonadon egalari o'zlariga sharoit qilib qilindi. Sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya. Juda ham akkuratniy ravishda chiqdi. Xonadonimiz mini usulda bo'lib, ixchamgina qishda zo'r isiydigan, xohlasa faqat yashash uchun qulay ravishda bo'ldi. Videoni kuzatishda davom etamiz. Hozir katyolni sizlarga suvga to'ldirib, hamma yo'g'ini tekshirib chiqamiz va katyol yonish jarayonlarini va xonadonga qancha pul ketganini bitta hisoblab aytib beramiz. Kanalda mehmonlar podpisata tugmachasini bosib qo'yamiz. Videomizga bitta like bosib, shu videoni maksimal darajada qo'llab-quvvatlab, ko'ngilli katyollarga tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Katyolimizga suvni xuddi shu bochka orqali to'ldirilyapti. Bochkadan paqirlab yurib, suvni qadriga bitta yetib qo'yamiz. Xonadon egalari bu suvni pulga olib keltirlar ekan, o'zlarining shaxsan pullariga olib keltirishar ekan. Bu yerdan unaqa suvlar chiqmas ekan. Suvsiz, suv kam, o'ta suv kam joylar ekan. Suv borlar, bitta qadriga yetib qo'yamiz endi. Bitta like bosib qo'yamiz ashqol joyiga. Hammamizda suv serob joylar ko'p endi, xudo xolasa, suvni uvol qilmasdan tejamkorlik qilib ishlatamiz endi. Mana suvni qadrini ko'ryapsizlar. Xonadonda bu taraflarda o'ta ham suv qiyin ekan. O'zlarining pullariga olib keltirib, xuddi shunaqa qilib ichishar ekan. Biz suvga to'ldirib, ponni ishga qo'yib oldik. Katyolimiz juda ham chiroyli bo'lib yonyapti. Jicha o'tin zapravka qilganmiz. Xonadonlar ichkari isib ketmaslik uchun katyolimizni yonish jarayonini ko'ramiz. Asadbek ochinchi qani katyolni yonish jarayonini ko'raylik-chi. Katyolimiz qanday yonib beryapti ekan. Ish qilib yonyaptimikin? Hushyor bo'lsa ham bo'ldi. Telefonni ekraniga ham chiqib qolmasin. Bo'ldi. Juda ham chiroyli bo'lib. Ko'm-ko'k gazga o'xshab yonib beryapti katyolda yonish jarayonini. Bitta ko'rib o'zida ham baho berib qo'yinglar mana. Katyolimiz a'lo darajada sifatli bo'lib, gazga o'xshab ko'k-ko'k bo'lib, qorayib, saqchiga o'xshab yongan yo'q. Juda ham chiroyli bo'lib yon beryapti. Videoga bitta like bosinglar, xonadon ichkalarini ko'rib sizlar bilan tekshirib chiqamiz. Keyin katyolni gradusini tekshiramiz. Sizlar bilan sistemamizni bir qator tekshirib chiqamiz. Juda ham a'lo darajada bo'lib ishlab beryapti. Sistemamizda hammasida bir xilda suv isib berdi. Juda ham tiniq bo'lib ishlab berdi. Teplevizorimiz qolib ketibdi. Sizlar bilan temperaturani bitta ko'rib chiqardik. Hozir teplevizorimiz mashinani qaraymiz. Qolgan bo'lsa o'lchab sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana teplevizorni olib keldik. Katyolimizdan 69 gradus chiqyapti. 67 gradus. Juda ham zo'r natija, 70 gradus. Katyolimizda o't yonyapti, уже 70 gradusga chiqibdi katyolimiz ham. Biz 60 gradusda baqa yurishni boshladik. Mana 64. Teplevizor o'tgan safar ham aytib o'tdim, juda chataq bo'lib qoldi. 67 har xil ko'rsatyapti. Mana 68 eng oxirgi tochka. Xonadon egalariga juda ham ma'qul keladigan ish bo'ldi. Xudo xolasa, xonalar uyda ichi issiq bo'lib ketdi mana. Videoga bitta like bosib, sizlar xonalarga ham shunaqa proyektga tushgan bo'lsa, xudo xolasa hisoblarni chiqarib olasizlar. Juda ham chiroyli, sifatli, akkuratniy ravishda qilib, sizlarga ham xizmatlarni bajarib beramiz. Bizning yo'nalish gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli katyollar ustunovga qilib berish. Tog'a nima, katyol qalay yaxshimi? Ko'ngildagidek bo'ldimi? Xudo xolasa yaxshi. Xudo xolasa qishda duo qilib, tog'a mana shu ustalarni endi xudo xolasa
Tanjonlar sog' bo'lsin sizlarda ham. Videoni kuzatishda davom etamiz. Sizlarga bir qator xonadonga qancha sarf xarajat ketganini bir qator aytib o'tamiz. Xonadonlar ham xuddi shunaqa proyektda tushgan bo'lsa, bitta hisoblarni chiqara olasizlar. Xonadonimizga mini ravishda общий summa hamma yo'g'i 21 million so'm ichida bo'ldi. 21 million so'm bilan xonadonimiz 6 ta har xil razmerdagi panel, radiator, kotyor, xizmat usta haqqi, hattoki mana baylangan simgacha. Mana bu olib kelingan rekalar baylangan simgacha. Shurup, samares, nimaki kotyorga, sistemaga sarf xarajat ketgan bo'lsa, hammasi shuning ichida. 21 million so'm bo'ldi. Videoga bitta like bosib, shu videoni maksimal darajada tarqatamiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Qanaqa savol, fikrlaring bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. To'g'rimi Doniyor ali? To'g'ri. 5 ketdim.